Sobiq model bugun chiqindidan ovqat izlayapti. Bir vaqtlar mashhurlik cho'qqisida bo'lgan model va fitnes murabbiyi sifatida tanilgan Loni Wilson bugun butunlay boshqa hayot kechirmoqda. U hozirda Los-Anjeles ko'chalarida uysiz holda yashab, kundalik ehtiyojlarini chiqindi qutilaridan ovqat izlab qondirishga majbur. Uning bunday og'ir ahvolga tushib qolishiga bir nechta jiddiy omillar sabab bo'lgan. Eng asosiylari ruhiy kasallik, psixoz, giyohvandlikka qaramlik, shuningdek Jeremy Jackson bilan bo'lgan muvaffaqiyatsiz va zo'ravonlikka boy turmushdir. Bundan tashqari 2016-yilda yuz bergan moliyaviy inqiroz uning hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan. Eng achinarlisi, u hozirda taklif qilinayotgan har qanday yordamni rad etmoqda va mustaqil ravishda ko'chalarda yashashni davom ettiryapti. Bir paytlar ideal hayot timsoli bo'lgan insonning bugungi holati mashhurlik har doim ham barqaror emasligini, inson hayoti bir lahzada o'zgarib ketishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu voqea nafaqat shaxsiy fojia, balki jamiyatdagi ruhiy salomatlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muammolariga ham jiddiy e'tibor qaratish kerakligini eslatadi. Xo'sh, sizningcha bunday holatga tushib qolgan insonlarga majburiy yordam ko'rsatish kerakmi yoki bu ularning shaxsiy tanlovimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklar 24 kanaliga obuna bo'ling.